İblisler sevgisi 1. kısım. Yomg'ir? Kechirasiz. Bu yerda kimdir bormi? Bu g'alati. Balki ularga bugun kelishimni hech kim aytmagandir. Kechirasiz. Salom, kechirasiz. Juda sovuq. Yaxshimisiz? Yuragi urmayapti. Yo xudo. Men tez yordam chaqirishim kerak. La'nati. Bu sen uying emas, shunday ekan tinchlan. Siz tirikmisiz? Nega men tirik emasman? Xo'sh, nima deb o'ylading? Sizning yuragingiz to'xtagan edi. Nima xohlaysiz? Buni bilib turib so'rama. Sen maniki bo'lishingni xohlayman. Ayato. Nima bu to'polon? Reji. Bu ziyofat zali. Bu belgilangan joy ekanligini anglatadi va faqat mehmonlar uchun mo'ljallangan. Shunday ekan, xonangga borib davom ettir. Shunday zerikarlisan. Iltimos menga yordam bering. Sen kimsan? Men Yumi Kamoriman. Men shu yerda yashashim kerak, dadam Bu yerda aytgandi. yashash kerak, dadam aytgandi. Nima? Nega menga boshidan aytmading? Qayerdan bilishim kerak? Xo'sh, pirog. Nega menga boshdan aytmadingiz? Chunki siz menga to'satdan urildingiz. Bunga vaqt yo'q edi. Bir soniya kutib turing. Sen meni pirogimsan. Albatta shuni nazarda tutyapman-da, ahmoq. Siz krep kabi tekissiz va mazali ko'rinasiz. Bu g'alati. Kechirasiz, siz kimsiz? Bu yerda gaplashmasligimiz kerak. Men bilan yuring. Uning yukini shu yerdan olib ket. Xo'sh, rasmiyatchilikdan boshlaylik. O'zingiz haqingizda biroz gapirib bering. Qanday qilib bu yerga kirib keldingiz? Bu rostmi? Haqiqatdan ham qizmi? Yoqimli ekan. Sen juda ham shirin ko'rinyapsan. Men ham seni tatib ko'raman. Bu juda ajoyib va shirin. Tugatdilaringmi? Senlarning xatti-harakatlaring odobsizlikka kiradi. Ayniqsa bu yosh Nima? Hamma bunga haqli emasmi? Mazali ko'rinadi. Tatib ko'rmadingizmi Bu kanalda? to'g'ri. Bu yetarli yigitlar. Yo'rs haqiqatdan ham buni birinchi bo'lib topdi. Shunday ekan, men birinchi bo'laman. U uchun hamma Axlat, narsa. seni bu qiliqlaringdan juda ham charchadim. Yer yutsin seni. Bilaman, bu sensan Subaru. O'zingni Shu yerdaman. ko'rsat. Men bu yerda begona odamning hidini sezuvdim. Demak, adashmabman. Bu seni hiding, to'g'rimi? Men hech narsaga tushunmayapman. Bu yerga qanday kirding?
Avval savolimga javob bering. Sizlardan biror narsa bilasizmi? Bu yerda tushunmovchilik bo'lganga o'xshaydi. Shuning uchun men darhol ketaman. Bir daqiqa kutib tur. Men bu haqiqat ekanligiga ishonch hosil qilishim kerak. Lekin Va uchun lekin siz u aytgan ayolga o'xshaysiz. Rostdan ham adashib qolgan bo'lsa-chi, balki uni biz uchun foydasi yo'qdir. Bizga tushuntirish kerak. O'sha odam. O'sha kuni menga kim qo'ng'iroq qildi? Bizga jamoatdan mehmon kelishini aytdi. Uni xafa qilmaylik. Bu o'sha bo'lajak kelinmi? Demak shunday. U kelinga emas, buyimga o'xshaydi. へえ。じゃあ、その子とは長く付き合えそうだね。 Bu shuni anglatadiki, bizda u bilan uzoq munosabatlarda ma'lum bo'lishda hech qanday tushunmovchilik bo'lishi kerak emas. Shunday qilib, o'zimizni tanishtirishga ruxsat bering. Men to'ng'ich o'g'ilman, ismim Seni tezroq tatib ko'rishni xohlayman. Sen bilan tanishganimdan juda xursandman. よろしくね、ビッチちゃん。そして末のスバルです。 La'nati, farqi nima? kechirasiz. Nimadir noto'g'ri bo'lishi kerak. Buni menga hech kim aytmadi. Men kelin bo'laman. Siz bo'lishdan tashqari. Bu yerda hamma narsa qandaydir g'alati. Men otamga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Bu mening mobil telefonim. Iltimos menga qaytarib bering. Nima qilmoqchisan o'zi? Nega bunday qildingiz? Bu yerdan ket. まあまあ、ビッチちゃん。 Mayli. Siz bizning eng yaxshi do'stimiz bo'lasiz. Shunday qilib, sizga telefon kerak bo'lmaydi. Men seni his-tuyg'ularingni tushunaman. To'g'rimi? Men sizni his-tuyg'ularingizni tushunaman. Kichkina mazali fohisha. Vampirlar. Yaqin kelmasligingni ogohlantiraman. Siz haqiqatan ham vampirlar, xoch, piyoz va quyosh nuridan qo'rqishimga ishonasizmi? Buni faqat kinolarda ko'rasiz. Insonlar ahmoq. Bu meni g'azablantiradi. 不愉快極まりない。しつけが全くなっていない。 Qo'ng'iroq qilish befoyda. Qayerga yuguryapsan? Sen ahmoq. Sen bizning mehmonimizsan. Iltimos, qochmang. Yordam bering. Qayerga ketyapsan? Bu qichqirishing uchun eng munosib vaqt. Iltimos, menga qichqir, bor vujuding bilan. Endi mendan qochib qutula olmaysan.
Ig'riqli. Bu axir menman-ku. Bu otamning kundaligimi? Bu qanday? Yui, menga katta baxt beradi. Gap shundaki, u mening haqiqiy qizim emas. Bu endi hech narsani anglatmaydi. Bu ne'matga shukrona aytaman. Hayotimning oxirgi kunigacha ajoyib. Bu qanday ma'noni bildiradi? Bu mening haqiqiy otam emasligini anglatadimi? Va bu kundalik bu yerda nima qilyapti? Biz bu xonani qulflab qo'ydik. Endi hech kim chiqolmaydi va kirolmaydi. Men yangi qulf o'rnatishim kerak. Bu aniq. Bu yerga qanday kirding? O'lja. Endi sen meni sevimli o'ljamsan. Men hech kimni o'ljasi emasman. Bema'ni gaplarni bas qiling. Yo'q, yana emas, Subaru. Jag'ingni yo'q. O'zingizni bosing. Bu ko'rinish. U mening instinktlarimni qo'zg'atdi. Balki men bilan ham baham ko'rarsiz. Men ham o'z o'lishimni xohlayman. Siz to'liq tushunib olishingiz kerak. Bo'lgan bitta haqiqat bor. Siz hech qachon bizdan qochib qutula olmaysiz. Sen to'g'ridan to'g'ri nuqtaga kelib bo'lding. Agar qochishga urinsang, seni o'ldiramiz. To'xtang. Iltimos, to'xtating. Kechirasiz, men uni tashlamoqchi emas edim. Tayyormisan? Ey Xudo, menga yordam ber.目の前にあるものを全て奪い、手に入れた獲物をなぶるのが支配者の特権。止まらない絶頂へのプロローグ。どこまでも落ちて